Hammaga salom. Ya, nimaga to'xtashimga? Ne bo'ldi? Kuldiraman ha. Xo'p. Hammaga assalomu alaykum. Malinaxonni aziz kuzatuvchilari. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qanday Malinaxon obunachilari? Bugun biz sizlarga malina qanaqa ekiladi, qanchalik rastaniyada ekiladi, shu hammasida to'liq ma'lumot sizlarga berib o'tamiz. Videoni kuzatib borsanglar, videoning davomida bilib olasizlar. Bugun sizlarga malina ekilishdan tortib, to uni tegi qanaqa oziqlik ketishi, nimalar qilinishi, qanaqa ekilishi, orasi, kengligi hamma haqida ma'lumotlar berib o'tiradi. Video qiziq bo'lsa, bizdan kuzatishni davom eting. Xo'p, malina ko'chati ekilishiga bizga kerak bo'lgan narsalar. Birinchi o'rinda bizga shol po'choqlar kerak bo'ladi va suv. Suvni ham olib qo'y. Suv kerak bo'ladi va malina ko'chati ekayotganimizda birinchi malina ko'chati solishdan oldin shol po'choq solamiz. Diqqatliroq bo'linglar. Shol po'choq solamiz. Shol po'choq solganimizdan keyin mana agar mana joylar chiqib qolgan bo'lsa, kesib tashlaylar. Ya'ni popug'ingizni qondirib kesib tashlaysizlar va malina ko'chati solamiz. Diqqat bilan eslab qolinglar. Shol po'choq solinglar. Gung emas. Chuqurligiga albatta ahamiyat beramiz. Shol po'choq solinglar, gung solmanglar va undan keyin orasiga suv solamiz. Mana suv solamiz. Suv ichkarida hamma havoni olib chiqib ketadi. Va ustidan yana ozgincha shol po'choq sovorsa, maqsadga ancha muvofiq bo'lardi. Shol po'choq nimaga? Chunki shol po'choq ancha namgarchiligini ushlaydi. Hop, suv qancha miqdorda solsak bo'ladi? Yer qulligiga qarab. Yo, suv miqdori eng kamlik minimum 2 litr, maksimum 6 litrgacha ketaveradi. Hop. Suvni o'zi bilan ekiladimi yo qo'shimcha o'g'itlar bilan eksan bo'ladi? Qo'shimcha o'g'itlar bilan eksa bo'ladi. Masalan, suvga masalan gummi, kalsiy moddalarini, oziqlarni qo'shsa bo'ladi. O'shani ekib, mana shundoq qarasicha ekiladi. Malina ko'chatlarimiz mana ekoriladi. Bo'ldi, bu tayyor holati. Bo'ldi, bunga hech qanaqa ishlov berilmaydi. Shu bilan endi xudo xolasa noyabr anaqa yanvar oxirigacha umuman tegilmaydi. Yanvar oxiri qachonki bo'ladi, shu fevral boshlari kelayotganda malinani olib kel, operator. Malinani mana ham cho'pi bor. Mana mashtigida yaxshilab yerga tirab kesiladi. Eslab qolinglar, yerga tirab yaxshilab kesiladi. Mana olib tashiladi. Mana ham novdasi olib tashiladi. Parvarishlash hech nima talab qilmaydi. Yo'q, unga hech narsa parvarishlash talab qilinmaydi. Mana ham malinani hech narsa qolish kerak emas bu yerda. Bu albatta yanvarda qilinadigan vaziyat. Malina yanvarda qilinadigan ishi, hozir emas. Bo'ldi, mana shu bilan tegilmaydi. Bu o'ylashingiz mumkin. Buni nimaga kesib tashadi deyishim mumkin. Agar buni kesmasanglar, bu malinani ildizi bor kuchini tepaga beraveradi. Tepaga bergandan keyin ildiz ishlamay qo'yadi, antipani o'zi ishlaydi va ishlagandan keyin bu o'zidan bay chiqaradi, hosili berish boshlaydi. Buni hosili o'ta mayda bo'lib qoladi. Shu hisobdan bu narsani kesib tashlash kerak. Agar buni kessanglar, foydali taraflari ildizi zo'r yuradi va eng kamida o'zidan 3 ta bolalaydi. Va eng kamida o'zidan 3 ta bolalagandan keyin hop, bu malinalar yana ko'payib, hosildorligi ham ancha ortadi. Yana qanaqa savollar bo'lsa berib o'tsanglar bo'ladi video davomida. Masalan, mendan yana so'raydi. Men o'zimni vorini aytib o'tay. Bu eni qanaqa bo'lish kerak? Uzinasiga qanaqa bo'lish kerak? Ularni keyin ko'rsatib o'tiriladi hozir. Yana bitta keyingi kadrlarimizda xudo xohlasa ko'rsatib o'tiriladi. Mayli? Hozir keyingi kadrlarga o'tamiz. Ketdik. Ibrohim, mana hozir qayerga yetib keldik va nimani ko'rsatmoqchisiz? Hop, hozir bu birinchi proyektimiz 45 stuli parninchaga ekilgan malinaga yetib keldik. Va bu joyimizda oldinlar qulupnay, pomidor va bodring mahsulotlari ekilgan, sabzavotlar ekilgan, lekin o'xshamagan. Va bizga kelishdi, mana shu joyimizga malina ko'chat ekib berildi deb kelishdi. Va bu joyligiga o'sha malina ko'chat ekib berdik. Yana savollar bo'lsa beraveringlar. Oralig'ini men bunaqa keng bo'ldi. Hozir o'shanda tugallangan joymi bu hozir? Hammasi ekib bo'lingan. Bu hammasi ekib bo'lingan. Yo'q, o'sha malina ko'chatlarimiz hammasi ekib bo'lingan. Bu tugatilgan proyektimizdan, birinchi proyektimiz tugatib bo'lingan joydan olib ko'rsatamiz. Xo'p, bu orasi nimaga kattalarga sababli? Bu orasidan bemalol freza, traktorlar bemalol yurish uchun bu orasini katta 220 dan tashlaganmiz, freza yurish uchun. Va shu bunaqasini ko'rsatish kerak unda. Bu shu hisobda mana bunaqasida operator mana bunaqasidan ko'rsatsa bo'ladi. Ya'ni freza qilishga, traktor, odam ishlatmasdan to'g'rimi? Texnika ishlatishga ancha oson. Demak, men hozir odam ishlatgandan ko'ra texnika ishlatsam, xuddi shu. Yutaman, vaqtdan yutaman. Xuddi shunaqa. Hop, uzunasi keladigan bo'lsa, uzunasiga 1 metrga 2 ta ekilgan. Orasi 50 sm tashalgan. Mana operator uni ko'rsatib ketsa bo'ladi. Buni hammasi bir tekis ketilgan. Mana stoykalari ancha yutilgan, bizga shpelder o'rnini bosadi. Ya'ni nadal bilan o'rnini bosadi. Bu Ibrohim, kichkinagina ko'chat.
qachon yetiladi? Men hozir kuz oyida ekyapmizda qachon yetiladi-yu, qachon meva berib, qachon mevadan to'xtaydi. Ha, bu eng aktual savollardan bittasi. Bizga ko'p beriladigan savol. Xo'p, bu malina ko'chat noyabrda ekilgandan keyin bu o'sha yozdan hosil berishni boshlaydi. Yozdan hosil berishni boshlagandan keyin bu to'xtamasdan hosilni to shu noyabr oyini minusigacha hosil beraveradi. Bu 1-2 marta hosil beradigan emas. Bu ulgursanglar 5-6 marta ham hosilni olasizlar. Buni hosilni vaqtida olish uchun men albatta kuzdan ekish maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni ekildi, shu yil o'zida sirasi daromadga chiqsa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bu boshli zo'r ekan unda. O'shaning uchun ham men ko'pchiligi malina ko'chatni ekish tavsiya qilgan bo'lardim. Ham bu malina ko'chat bu 1 yillik ko'chat emas, ko'p etib o'tganimdek. Bu ko'chatimizni bitta ekkandan keyin 7 yil xizmat ko'rsatadi. O'zi men 7 yil deyapman. Ko'pchilik buni 25 yillik qilganlari bor, yana 15 yil qilganlari bor, 40 yil deganlari bor oramizda. Lekin bu remontatning sortlarning umri qisqa bo'ladi. Ibrohim o'zbekchilikda mana hamma baribir puliga qiziqadi. Bu biznesda qanchada pulini chiqarsa bo'ladi. Baribir hammaga qiziq. Endi men hammaga anaqasini aytaman, minimalizmni aytaman. Masalan, o'zi kitobida bu malina ko'chatimizni kitobida 2 kilo deb yozilgan. Lekin bizda 2 kilo emas. Shuni men yarim kilosini aytaman. Bitta ko'chatdan birinchi yilda yarim kilo, butun sezonda yarim kilo hosil olinadi. Mana shu malina ko'chatlarimizda. Bu degani bu 100 ta malinadan bu degani bitta sezonda 50 kilo hosil olinadi degani. Bu albatta bu hamma narsa qarovga bog'liq. Demak, hozir meni misol uchun 10 sotuv joyim bor, 1 gektar joyim bor, lekin mablag'im kamroq. Boshlanishiga 10 sotuv bilan boshlab o'zim ko'paytirib olsam bo'ladimi? Albatta. Boshlanishiga bor. Обязательно bu 10 sotuvdan boshlash shart emas. Bu 1 sotuvdan boshlayversa bo'ladi. 1 sotuvdan boshlansa bu bozor kiradi degani emas. 10 sotuvdan boshlasang hattoki bu bozor kiradi degani emas. Bozorga kirish uchun eng minimalizm хотя бы 50 sotuv joy bo'lish kerak bozorga kirish uchun. Tushunarli. Keyin masalan mendan yana ko'pchilik so'raydi, bunga qanaqa ozuqalar ketadi? Qanaqa narsalar ketadi? Qishda nima qilish kerak deydi. Qishdan ustini yopish kerakmi deydi. Yo'q, qishda hech qanaqa usti yopilmaydi. Bu qishdan himoyalash uchun shuna tegidan kesishiladi. Bundoq qilib kesishiladi. Har bittasini qishda tegidan kesiladi. Yerga tirab kesiladi, bo'ldi. Xuddi shu holatda qoladi. Agar ko'ngli juda behuzur bo'layotgan bo'lsa, shol po'choq ustidan tashlab qo'ysa bo'ladi. Yana Xo'p, endi yana ishlab beriladigan. Hozir men ko'rib turibman, faqat turpoq bo'lyapti. Gong, qaysi gongdan tavsiya qilasiz shu bo'yicha? Gong keladigan bo'lsa, xo'p, gong albatta chirigan gong bo'lishi shart emas. Bu kuzga gong bo'ladi. Kuzga umuman chirigan gong bo'lishi shart emas. Kuzga shilta gong ham bo'laveradi. Nimaga deganda, uning ustiga qor, yomg'ir, har xil suvlar tushib, ularni olib kirib ketadi va gonglarni chiritib qo'yadi. Agar chirigan gong solsanglar, umuman farqi yo'q u narsa. Chirigan gong ham, shilta gong ham bo'laveradi. Lekin shilta gong ancha arzonroq bo'ladi. Lekin chirigan gong ishlatsanglar, chirigan gong ishchilarga ancha oson bo'ladi. Ko'tarishga, transportga ancha oson bo'ladi. Va shilta gong ham shu tarafdan zo'rki, shilta gong ham baribir endi o'zini svejiy degani borki, svejiyligini yo'qotmaydigan holatda hamma mikroelementlarni sochadi. Lekin yana bitta eslatma, gongni hech qachon tegiga emas, ustiga faqat ustiga. Xo'p, men o'zimni joyimga qiladigan bo'lsam, qaysi hayvonni gongidan tavsiya bergan bo'ladi? Men o'zim aytadigan bo'lsam, mol gongi yaxshiroq, qo'y gongiga nisbatan. Chunki mol gongida bunaqasi kuchli emas, yondan olish, issiq olish kuchli emas. Qo'y gongiga nisbatan, chunki qo'y gongi ancha issiqroq. Lekin unchalik katta farqi yo'q. Qo'y gongi ham zarar tegmaydi. Ot gongi ham, mol gongi ham bo'veradi, tushga turadi. Tovuq gongidan agar saqlanish kerak bo'lgan, chunki tovuq gongi tarqaqatda yondiraveradigan toipadan. Ancha kuchli. Lekin uni ham qilsa bo'ladi. Lekin men maslahat bermayman. Sinab ko'rmayman. O'sha maslahat sinamagan narsam, o'sha sinalgan narsani qilgan yaxshi baribir ham. Hozir ko'rib turganimizdek, bu yerda teplitsaga ekilgan, lekin o'zingni joyingda dalada ko'rganman. Xuddi shunaqa. Nima, buni afzallik tarablari bormi teplitsada ekishi? Shuni tushuntirib o'tsang. Bundoq yaxshilab uzoqdan qaraydigan bo'lsa, bu umuman ahamiyatsiz. Ochuv degala bo'ladimi yoki teplitsa bo'ladimi? Umuman ahamiyatsiz. Bu joy teplitsa bo'lgani uchun ancha stoykalar mana bir-biriga bog'liq bo'lgani uchun mana shu joyga ekib berildi. Bu hali tepada setkalardan olib tashlanadi. Lekin teplitsa bo'lishi shart emas. Bu yana bitta ogohlantirib qo'yaman. Teplitsa bo'lishi shart emas. Ochuvdalar ham bo'laveradi. Bu aytib o'tganimdek, bu joy oldin teplitsa bo'lgan, pomidor, qulupning, bodring, har xil mahsulotlar mana shu yerda yetishtirilgan. Hech qanday normalniy yaxshi daromad olmaganligi uchun, bizani YouTube'da ko'rishganligi uchun mana shu joyimizga malina ko'chati ekib beringlar deb aytishganligi uchun shu joyga malina ko'chati ekib beramiz. Chunki malina ko'chatlarimizni o'zingiz bilganingizdek, bu
Bu 1 yillik ko'chat emas. Bu mana ko'chat eng kamida sizlarga 7 yil xizmat ko'rsatadi. 7 yil xizmat ko'rsatgandan keyin bu 7 yil hosilni olasizlar. Bu birinchi yil 1,5 kilo oldi degani butun boshli 7 yil 1,5 kilo hosil oladigan emas. Bu har yili o'sib boraveradi. Haqiqiy barakali narsa. Haqiqiy barakali narsa albatta. Bu har yili o'sib bor. Birinchi yili 1,5 kilo bo'lsa, keyingi yili уже 1,5 kilo, 2 kiloga chiqadi. Va bu tepadagi setkasini biz olib tashlaymiz. U olib tashlaydigan videolarni ham xudo xolasa qo'yib boramiz. Ha, bu setkani. Aha, bu setkani olib tashlaymiz. Bu hozir ishchilarga sal-pal so'rov o'tirish uchun. Ochudan ishlagandan ko'ra mana shunaqa joyda ishlasa sal-pal yaxshiroq. Ha, endi yomg'ir yog'ib qolsa ham yomg'irda ishlash ham sal-pal qiyinroq. Va shu hisobda mana shu tepadagi setka hozir tushibdi. Lekin bu olib tashlanadigan narsa. Keyin bu yana so'raladi ko'pchilik ekilayotganda qanaqa ozuqalar beriladi? Mana oddiy mana bunaqa gummili suvlar bilan buni 500 litrga 1,5 litrini qo'shibmi yoki 500 litrga mana shu polni 1 litrini qo'shib ham ekib olsa ham bo'ladi. Bu yana so'ramoqchi bo'lganim, gumini har xil turini ko'rganman. Imini shu bo'lishi shartmi? yo'q. Suvligi bor, qurug'i bor, baklashga iloj boricha suyug'ini maslahat bergan bo'ladi. Agar buni qurug'ini beradigan bo'lsa, men kuchini bilmayman unaqa. Men faqat suyug'idan effekt ko'rganim uchun faqat suyug'ini men tavsiya qilgan bo'lardim. Mana shuning uchun men bunga ko'p umr bera olmagan bo'lardim. Bu remontativ sort. O'zi kitobida 15 yil deyilgan, lekin men o'shani qo'yganimni aytaman, 7 yil deb. Agar men buni sizlarga 15 yil deb qo'ygan bo'lsam, men sizlarga yolg'onchi bo'lib qolish xohlayman. Yana bitta narsa, bu remontativ sort. Bu o'zi 2021-yil bu Polshada o'ylab topilgan sort, yangi sort. Va shu hisobda buni umrini hali beri hech kim bilmaydi, lekin kitobda o'zida 15 yil deb yozilgan va shu hisobda men hammaga 7 yil deb aytaman. Bu yerda meni qiziqtirgan narsasi sug'orish, qiyinchiliklari qanaqa bo'ladi? O'rtacha bir sotuv joyiga ekan bo'lsa, qancha suv ketadi bir kunda? Xo'p. O'rtacha bir sotuvga ko'chat ekilaydigan bo'lsa, bu 100 litr hisoblaydi. 100 ta ko'chat deb hisoblanadigan bo'lsa, 100 ta ko'chat deb hisoblanadigan bo'lsa, har bitta ko'chat o'rtacha bir 4 litrdan suv ichganda 400 litr suv ketadi. Bir kunda albatta. Lekin yozi chillasida bu 2 mahal suv ichadi bular. Yozi chillasida 2 mahal suv ichadi, ertalab va kechqurun. Nimaga deganda quyosh ko'p qizdirgan hisobiga yer qurtaveradi. Peshinda suv bermaydi. Yo'q, peshinda bersa ildizni chertib qo'yish ehtimoli juda katta. Bilib olganingiz yaxshi. Bu ertalab shu soat 5 dan shu soat 8 gacha sug'orib olish kerak, keyin kechqurun quyosh anaqa quyosh botgandan keyin sug'orsa bo'ladi. Xo'p, noyabrni 11-hissasi turibmiz, Ibrohim. Bu tushi ek bo'lingan. O'zi qaysi chislovlarda, qaysi oylarda ekishi tavsiya qilinadi? Bu birinchi ko'p uchragan savollardan bittasi. Bu malina ko'chatimiz asosan oktyabr va noyabr oylarida ekiladi. Qachonki yer muzlaguncha, agar yer muzlagundan keyin o'sha ekib bo'lmaydi malina ko'chatlarni. Chunki yer o'ziga qabul qilmaydi va ildizni o'ldirib qo'yish xususiyatiga ega bo'lishi mumkin. Bahor oylarida ham kechikib qolgan bo'lsa eksa bo'ladi. Bahorda albatta eksa bo'ladi. Yer qachonki plyusga ko'tarilsa, o'shanda eksa bo'ladi. Ular uyg'ongan bo'ladi, keyin yer ushamay qolish, unaqa muammolar bo'lmaydimi keyin? Yo'q. Bahor oyida, masalan, qishda eksa, masalan, kuz oyi oxirida eksa, ancha bahorga qaraganda kuchliroq chiqadi, chunki yerga o'rnash bo'lgan bo'ladi. Xo'p, keyin bular masalan, ko'pchilik qiziqtirgan savol, bu ekilgandan keyin qachon hosil kiradi? Bu noyabrda ekilgandan keyin bahor kechida yoki iyun oyining boshlarida hosil kirishni boshlaydi. Bular eng kamida masalan boya aytgandek 2 kilo, lekin kitobda yozilgan, yana keyin 1,5 kilodan olinadi har bitta ko'chatdan. 1,5 kilo bu uje sinalgan. Albatta, sinovdan o'tgan. Hamma narsa lekin qarorga bog'liq, to'g'ri. Albatta. Bir xil joylarda ko'rganman, pakana, kichkina bo'lib qoladi. U sabablari nimadan u? U sabablari ozuqalarni vaqtida bermagan. Masalan, ozuqasini vaqtida bermagan, bu bir. Ikkinchi ustidan setkasidan himoya qilmagan, setka yopib, quyoshdan himoya qilmagan. Bu 2. Bu 3 bu har xil kasallik tushirgan. Ya'ni kasallik to'g'riganim, yonida har xil turdagi mahsulotlar, masalan, sabzavot, pomidor o'zi kasallik chaqiradi. Bu qulupnay, bu pomidor chaqiradi. Bodring bu eng ko'p kasallik chaqiradi va kartoshka, gul va jo'xorilar orasiga ekib qo'yiladi. Men ko'rganman. O'zi bo'lgani yaxshi. Xuddi o'zi. Faqat malina bo'lishi kerak. Boshqa narsa tiqish kerak emas. Joy qolib ketyapti, yo'q qiyish kerak emas. Bu narsa 2 metr oralig'i bo'lishi kerak joy. Ibrohim, o'rtacha bir sotuvni oladigan bo'lsak, 400 litr suv ichar ekan. Bu sug'orish sistemalari qanaqa bo'ladi? Kapilniymi yo suvga bo'ktiribmi, qanaqa aro orqalimi? Xo'p, sug'orish sistemasi bu agar katta joy bo'ladigan bo'lsa, 1 gektar 50 sutli joy bo'ladigan bo'lsa, bu albatta sug'orish sistemasi kaplini bo'lishi afzal ko'raman. Nimaga deganda, arudan sug'oradigan bo'lsa, juda ko'p suv ketib qoladi. O'z yurtboshimizda ham aytadilar, suvni tejashimiz kerak, tabiatdan asrashimiz kerak deydilar. Shu hisobdan bu arudan emas, kaplini emas sug'orish maslahat bergan bo'lardim. Agar joyligi 1,5 gektardan katta bo'ladigan joylarga men kaplini sistema. Birinchidan bu kaplini sistemada suv aniq-tiniq o'ziga boradi,
tagiga ildizigacha boradi va ikkinchidan ozuqalarni berishga ham ancha qulay bo'ladi va uchinchidan suvni ham ancha tejagan bo'lar edik. Atak mana bir sutuga qilingan bo'lsa, bir sutuga kichkina joylar bo'ladigan 100 ta dona ko'chat bo'ladigan bo'lsa, o'zingizlar chelada shuna suv quyib chiqsanglar, mana shu yoki ishlankadami qilsa bo'ladi. Qishga bir ekib ko'radigan. O'sha qiziqishga, masalan, bir xil erinadi, masalan, kapni qilib u sistemalarni tushunmaydi. Bir sutiga masalan salpa qiyinroq. Shu hisobda men bir sutiga bo'ladigan bo'lsa, chelada suv quyishni maslahat bergan bo'lardim. Baribir kichkina joy, uni bitta ikkita odam o'zi ham bemalol eplab tashlaydi. Lekin gektarli joy bo'ladigan bo'lsa, kapni bo'lish shart bo'layman. Tushunadi. Endi nimaga bir sotuvni misol qildik? Chunki oramizda bir sotuvgacha bo'lganlari ilm sal kamroq bo'ladi. O'sha 1 gektar oladigan odamlar ancha bu narsa bo'yicha tushunchasi yuqori bo'ladi. Shuning uchun misolga bir sotuvni keltirdik. Joyiz, juda ham zo'r hammasi. Albatta. Xos keladi, ishinglarga omad. Bu o'zimizning joy emas, bu proyekt etib berilgan joy. Bitta mana shu mahallani odamlar. Bu birinchi proyektimiz. Hali yana oldinda u 7 ta proyektimiz bor. O'shalar hammasini video qilib qo'yib boramiz. Eslab qolinglar, keyingi yil oxirlarida bu yerdan qanaqa hosil olyapti, hammasini ko'rsatib boramiz. Mana holatlarni ko'ryapsizlar. Kichkinagina bo'ladi, xudo xolasa mashina bo'lar. Keyingi yil xudo xolasa o'rtacha 180 150 bo'ladi bo'yi ular. Hosillarni ham o'rni ko'rsatasiz. Albatta, hammasini ko'rsatamiz. Yana bitta eslatma, bu hech qanaqa parni emas. Bu tepada setkalar olib tashiladi. Parni ekish kerakmi degan savollarni iltimos berishni to'xtatinglar. To'g'risini aytganda odam to'yib ketdi bu savollar. Keyin bir xil kommentariylarda ko'rib qolma, bu bizning mahallada 30 ming so'm kilosi. Voy, etib turibmiz deganda, baribir yana mashinniklar ko'chat sotmoqchi maqsadi. Xuddi shunaqa. Ko'chat emas, u proyekt topshiryapsizlar. Xuddi shunaqa, juda katta joylar. Hozirgi hisob kitob chiqardi, 8 gektar joyga biz malina ekib beryapmiz. 8 gektar, u 8 ta proyekt, har xil joylarga proyektlarga o'zi malina ko'chatlarni ekib topshiryapmiz. Bu video bizga kuzatishni xudo xohlasa davom ettirsanglar, men sekin-sekin hamma proyektlarni qo'yib boramiz. O'ylaymanki, hamma savollarga Ibrohim javob berdilar. Hamma menimcha o'ylaymanki, men ham hamma sizlarga qiziqtirgan, sizlarni o'ylantirgan savollarga hammasiga men javob bera oldim deb o'ylayman. Ko'pchilik yana so'rab qoladi, bunga qanaqa ozuqalar beriladi? U ozuqalar iqlimga qarab o'zgaradi. Men ularni xudo xolasa aytib o'tamiz, lekin bu bitta videoga sig'maydi. Shu munosabat bilan xudo xolasa keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolaman, ularda aytib o'taman xudo xolasa. Va Malinaxon kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yana savollar bo'ladigan bo'lsa kommentariy yozib qoldiringlar, like bosishni unutmanglar. Hammaga rahmat.